Shu desangizlar uyimizda tragediya boshlandi. Bilmay onamni ochkilarini bosib, sindirib qo'ydim. Bir balo kelib o'shanga uribdi deydilarmi desam, meni suyib tashladi. Onamning reaksiyalaridan ko'rishlaringiz mumkin. Bu onamning sevimli ochkilari. Shu kunni o'zidan qoldirmasdan menga ochka olib berasan deb meni uydan haydab soldilar. Endigi manzil optika do'konimi desam, onam meni ko'z klinikasiga olib keldilar. Juda ko'plab buxoroliklar bu joyni maqtagani uchun shu yerga keldik. Оказывается, ochka olish uchun ko'zni полностью diagnostika qilish kerak ekan. Meni shu paytgacha ishim tushmaganda bilmayman-da. Xullas bu yerdagi vrachimiz 35 yillik tajribaga ega ekanlar. Aytgancha, onamning ikki ko'zlari ikki xil zreniyda ekan. Shu paytgacha onam xato ochki taqib yurgan ekanlar. Xullas onamga ochki tanlashni boshladi. Endi onam ikkita ochki olishga qaror qildi. Bittasi tashqariga, bittasi esa uyga. Eng qizig'i bularda ochkini 10 daqiqa ichida tayyorlab berishar ekan. Aytgancha, bu klinikaning manzili oldin Samarkandskining qatorida bo'lgan. Hozir esa taksimatorning ichida. Xullas ikkala ochki ham onamga juda ham yoq. Menga esa bu klinikaning vaqtimizni tejashi yoq. Shu desangizlar bahilalarni yechish ham esimizdan chiqib ketdi. Xullas bahilalarni yechib onam bilan obedga oshga ketdik. Xullas ochki bahona maza qildik.